Maryam surasi Makka da nozil qilingan 98 oyatdan iborat. Maryam Imron qizi Iso payg'ambarning onasi. Surada Maryamdan Iso alayhissalomning otasiz tug'ilishi, beshikda gapirgani va boshqa mo'jizalari haqida oyatlar bo'lgani uchun u Maryam surasi deb atalgan. Surada payg'ambarlardan Nuh, Idris, Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub, Musa, Harun, Zakariya va Yahyo alayhissalomlar haqida ham oyatlar mavjud. Qolgan oyatlardan tavhid, iymon, aqida, jannat, do'zax, oxirat, Allohning fazli